Assalamu alaikum qarindoshlar. Sizlarga ozroq bo'lsin bugun ulug' ro'za Ramazonning qadr kechalari, eng tilaklarimiz Allohning oldida ijobat bo'lgan vaqtda bir xush xabar yetkazgan bo'ldim. Bu bo'lsin Gulchehra radioda ishlaydigan muxbir Gulchehra qizimizning bugun xalqaro ayollar fondining axborotdagi Cesaret degan mukofoti 2020 yillik mukofoti Gulchehra xonimga berilibdi. Bu biz uchun aytgan vaqtida hozir bizningki inqilobchilarimiz, axborotchilarimiz va vatanda tutilgan axborotchilarimiz bilan aytgan vaqtida bu bir bizga ko'rik silinadi ham dunyoga mushun bilan bizning axborotchilarimizning xalqaro Uyg'ur axborotining, Uyg'ur tilining Uyghur milletinin Uyghur tili bilen berilgen axbaratının xalqarada bir e'tirof qilinishi bo'ladi deb qarayman, shunga ko'rikselini deb qarayman. Men Gulchehra xonimni Uyg'ur xalqi nomidan va o'zimning nomidan, Uyg'ur milliy harakati nomidan, oilam nomidan tabriklayman. Gulchehra xonim yolg'iz radioning muxbiri emas, Uyg'urning bir inqilobchisi. Gulchehra xonimning dadasi kuchli bir arxeolog bo'lib Kayın efendim. Bu bizninki Tungushki Şarkı Türkistan'daki ve Uyguristan'daki Xitay'nın içinde durup aşırı çıkan, kızılgan nerselerde ispatlarını götürüp açıp Xitay devletinin özüge Xitay zoravallarının kol astında durup bu devletin Uygur ikenliğini tanıtkan bir şahsının kızı, bir alımımızın kızı. Gulchehra Hanım bugün bu radyodaki axbaratçılar emas. Bir inqilobchilar emas, vatanimizning ichidagi bir cho'lpon qarindoshlar. Gulchehra kim desa, vatanda tonimaydigan, ko'rishni orzu qilmaydigan odam yo'qdi. Shundoq bir chiroyli bir qizimiz. Gulchehra qizimiz donliq usulchi. Usulda oltin mukofot olgan. Gulchehra qizimiz ham yana kino artisti. Gulchehra qizimiz ham televizordagi bir cho'lponti. Ham o'shada Gulchehra xonim mushu mukofotga sazovor. Gulchehra xonım kelgüsü Uyg'urning altın medallarını ağzı. Şunu taşlap, men aşağıda Uyghur halkının avazını to'liq yetkazolmadim deb mishaga sargandar o sürgünler qatorida chiqib o'zining xalqining ovozini yetkizish uchun radio Freyjaga ishga tushdi qarindoshlar. Mana 15-16 yildan beri mishada ishlayotdi. Üntinsiz her qanday bir İşlağı uçursunu önüne çıkamay, üntünsüz işlep gelivatkan bu kahraman kızımızga ötken yılı bu Magnitski kişilik hukuk mukafotı verilgen. Bu Uygurlarınki Uygur meselesi ve Xitayning kişilik hukuk meselesi doğrulup Uygurlar karta Xitayni cazalaş için kongres oturup koyarkan bir Magnitski mukafot degenden şunun mukafotini elip gelgen. Bizge şundaq şarap keltirdi bu kızımız. Bunu bugün bu mukofotni aldı, muxbirlar mukofotini. Biz bu Gulchehra xonimninki hem o'zining bir muxbir bo'lish sifati bilan mushu radioda turib, Tashqi ishlar ministri, Oqsaroy, Kongress, Senator, kishilik huquq tashkilotlari va vatanning ichi teshidan kech kunduz uxlamay axborot yig'ish, hem vatanning dunyoning har yerida qolgan qarindoshlarining ovozini siyosatlarga yetkazib unga yordam qilishda nihoyat cho'ng ko'rlik rolni o'ynayotgan axborot sohasidagi kuchli, jasoratli axborotchi ham qahramonimiz deb qarayman. Nazgul, Rizvangul hammamizning izbosarlari. Hem şunun ketayotgan qizimizning birisi. Gulchehra xonim mushu yaqinda sizlar o'zinglarni ko'rdinglar. Vatanda lagerda yetib chiqqan Mehrgul qizimiz va boshqalarni mush Amerika hukumatiga o'zining radio Freyjadagi sabdoshlari bilan talab qilib, ash qizni Misrdan vatandan qutuldirib olib chiqib, mush dunyoda eng tungushqi vatanda lagerda yetib chiqqan Qozog'istondagidan boshqa Müşəgi əkilib Kongressning içində, lagerning içindəki barlıq Xitay yoşuğan əbdi beşerisini guvalıqdan ötüb paş qılıb xizmət işləvatıdı. Mana müşündaq qızlarımızı və sərgandarlarını həmmə yerdən tepib müşündaq xizmət işləvatqan qızımız. Gulchehra xonimning biz bu mukofotlarni
Uyghur üçün şərəf keltirdiğan bundaq mükafatlarını yanı netçi yerlerde elip Uyghur halkının muhbirlik işi ve halkının hizmetini yani şundaq yüksek ip verişini ümit kılımız ve ailesiga, özüge tebriklep samimi salam yollayımız. Heytinlağa mübarek olsun. Kızım heytinizga mübarek olsun.